Mana mani qo'limda ikkita bir xil mahsulot, ikkalasi ham oq mayka, 100% paxta. Lekin bunisi iste'molga yaroqsiz, bunisi iste'molga yaroqli. Bu mayka qanday iste'molga yaroqsiz holga kelganini keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu safargi eksperimentimizni erkaklar kiyimlarini eng muhimlaridan biri bo'lgan maykalar bilan o'tkazmoqchimiz. Bozorda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan maykalarning narxlari 10 ming so'mdan boshlab 50-60 ming so'mgacha borar ekan. Siz qaysi va qanday maykalarni tanlashingiz kerak? Demak, bizning qo'limizda ikkita oq mayka, ikkalasi ham 100% paxtali, faqat ikkita fabrikani mahsuloti hisoblanadi. Demak, biz bu maykalarni upakovkadan ochib, ularni 4 marta yuvib ko'rdik 30 gradusda va 800 оборот tezlikda uni quritdik va dazmol qildik. Mana natija. Qaysi mahsulotimizga qanchalik o'zgarish kiritildi? Bular farqini razmerida, ya'ni razmer kichrayib ketdi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu mahsulotimizni choki qiyshaydi. Ikkinchi mahsulotimizda bo'lsa choki bo'lmagan, yonida choki yo'q, lekin qiyshayib ketgani yo'q. Hech qanaqa formasini yo'qotmadi 4 marta yuvilgandan keyin. Razmeri ham kichrayib ketgani yo'q. Demak, bu mahsulotda men hech qanaqa defekt sezmadim. Demak, bu mahsulotimizning narxi 25 ming, bu mahsulotimizning narxi 12 ming. Eksperimentda sifatini yo'qotmagan mayka brendini opisaniyada yozib qoldiraman.